Yaxshi, bugun qanday kunligi esingdami? Yo'q. Nima? Esingda yo'q? Yo'q. Esimda. Bunday kun qanday qilib esimdan chiqishi mumkin? O'zim esimdan chiqsam ham bunday kun esimdan chiqmaydi. Bilasizlarmi qizlar, kecha do'stlik bog'ida ochilgan yangi hayvonlarni qo'li bilan ushlab ko'rish mumkin bo'lgan hayvonot bog'iga bordik. Voy, maza qildingmi? Ha, yo'dachi, hattoki hayvonlarni qo'li bilan ushlab ko'rish va ularni ovqatlantirish mumkin ekan. Keyingi safar borganda Bo'lsa bo'ladi. Ha. Assalomu alaykum. Qaysi biringlar shahzodasizlar? Mana shahzoda. Menman shahzoda. Mana buni sizga berib yuborishdi. Seni menga kim berdi? Va nimaga berdi? Salom. Sen shahzodamisan? Ha? Buni men senga berib shahzodamman? yuborishdi. Kim? Bilmadim. Matematikani sizlar juda ham zerikarli fan deb o'ylashinglar mumkin. Lekin aslida matematika juda ham qiziqarli fan, aniq va jumboqlarga boy fan. Misol uchun, Chaykovskiy matematika haqida quyidagi misralarni yozib qoldirgan. Agar matematika go'zal bo'lmaganda edi, ehtimol matematikaning o'zi ham mavjud bo'lmasdi. Aks holda qanday kuch insoniyatning buyuk daholarini bu qiyin fanga torta olardi. Qarang. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Shahzodani mumkinmi? Mana mayli. Shahzoda. Nima qilish kerak? Qaysi biringlar shahzodasizlar? Menman shahzoda. Mana buni senga berib yuborishdi. Avvalaqa. Ilhom kelganda shu darsi bo'lsa yomon bo'ladi. Bo'la qoling shahzodaxon. Mayli, rahmat. Mayli, kelib turing, bekorchi bo'lganingizda ham darsi buzib tursangiz ham mayli. Nima ekan u? Mayli. Xullas, yozamiz bolalar, chalg'imaymiz. Matematika. Uchib ketdi. Ilhom ham. Mayli, mavzuni yozinglar, qolganini tushuntirib beraman. Mana buni senga berib yuborishdi. Kim berdi? Bilmadik. Shahzoda, sen uchun Toshkentdagi eng zo'r zarb doirachilar ansamblini chaqirdim. Qani bolalar, boshladik. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman, shahzoda. Tug'ilgan kun? Axir bugun seni tug'ilgan kuning-ku. Meni tug'ilgan kunim qishda, hozir esa bahor. Axir o'zing maktabda bugun qanaqa kunligini bilasanmi deb yuruvding-ku. Ha, degandim. Lekin kecha o'zing aytganding-ku. Ertaga ona tildan nazoratchim, shuni eslatib qo'y deb. Tug'ilgan kuningni nazarda tutmaganmiding? Yo'q, nazoratchini yozdingmi? Esimdan chiqib ketibdi. Juda yaxshi, espas. Qo'lingdagi gulni menga bera qol. Ertaga ikki olishing aniq.
past.